Assalomu alaykum aytish kanalimiz obunachilari. Mana bugun sizlar bilan yangi Monster dravilkalarimizni obzorini qilib o'tamiz. Yangi kelgan dravilkalarimiz akalar, yangi partiyasi keldi. Eskilari ham bor edi. Akalar, videomizni boshlashimizdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent Izza bozorida, yo'l betonka bo'yida. Akalar, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, yana qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz va Telegramdan yozsanglar, Telegramdan lokatsiyalar tashlab beramiz, videolarni, ishlashlarini ham tashlab beramiz. Akalar, kanalimizga o'tib ko'rsanglar, Monster dravilkalarimizni ishlatib ham ko'rsatganmiz. Donlarni, makkalarni, so'talarini, hattoki beda somonlarni ham chiqarib beradi, ularni ham o'tkazib ko'rsatganmiz. Hozir ikkita Monster dravilkalarimiz, bittasi 220 da ishlaydigan Monster dravilkamiz, keyingisi 380 da ishlaydigan 15 kilovatli Monster dravilkamiz bo'ladi. Akalar, hozir bir boshidan boshladik. 220 ga so'raganlarga Monster dravilkadan 220 da ishlaydigan, uyda rozetkada ishlaydiganini so'raganlar uchun ham yangilik qilib olib keldik. Xo'p, komplektida o'zida dravilkamizni 3 ta setkasi bo'ladi akalar. Mana ikkitasi. O'zi hozir ichida yana bittasi bor. Uni ham ko'rsatamiz hozir. Hozir mana ichlarini ham ko'rsatamiz. Dravilkamizni ishlari, pichoqlari va mana bunday mavat qo'yib pichoqlardan ham 6 tadan tur qator. 6 karator 24 ta demak bo'lar ekan. 24 ta mana bunday mavat qo'y va kesuvchi pichoqlardan qo'yilgan. Yana bitta setkasi o'zida qo'yilgan. Jami bo'lib 3 ta setka bo'ladi. Akalar, bu siklonda bo'ladi. Siklon mana bu olib chiqib buradan bo'shatib beradi. Siklon deyiladi. Mana bu yerda ventilyator bo'ladi, tortib olib, chiqarib, maydalangan tortib olib chiqarib beradi. Akalar, bunga siklondan istasangiz, siklondan bunday o'tkazib tushirib tashlashingiz mumkin. Bu tomondan chang chiqib ketadi. Xohlasangiz buni siklonni yopib turiblar, mana bu pastdan tushirib olsangiz ham bo'ladi. Ikkita rementda bo'ladi, Bau firmasidan bo'ladi. Motorlarni ham mana bu ichlarini ko'rsatish esdan chiqib qolibdi. Mana bu yerlarda chugundan ishlangan temirlar don sindirish uchun qo'yilgan. Bu tomon varonkasi solinadigan. Bitta solinadi, ichiga tushiladi. Maydalab yo siklondan yoki pastdan chiqartiriladi. Motori 3 kilovatli Bau firmasidan Max motordan bo'ladi akalar. 32 kiloli motor, datchiklari ham bo'ladi o'zida. 3 kilovat 3000 оборот. Motorimizning bilkasi. Motor kilosi 32 kilo chiqadigan akula dravilkalarga qo'yiladigan motordan qo'yilgan. Bunga Bau firmasidan bu 220 da ishlaydigan. O'zi faqat bir xildan bo'ladi, 220 da ishlaydigan. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak 5 million so'm narxini qilib belgiladik akalar. 12 ta viloyatda dastlabkilari ham bor, kelishtirilgan holatda qilib beramiz akalar. Manzilimiz Toshkentda. Keyingi dravilkamiz 7,5 kilovatli, 11 kilovatli, 15 kilovatli, 18,5 kilovatli dravilkalardan bo'ladi. 380 da ishlaydigan bo'ladi akalar. Monsterni 380 versiyasi bo'ladi. 380 da ishlaydigan. Xo'p, motorga keladigan bo'lsak, bu dravilkamiz 15 kilovatli motordan qo'yilgan. Bau firmasidan. Mana 15 kilovatli motor. Bu yerda yozilgan 15 kilovatli motordan qo'yilgan. Akalar, 3 ta rementda yuboriladi. Materiallari ham, sifatlari mana qalinligini ko'rsanglar bo'ladi, temirlarni. Mana qalinligi. Juda ham mustahkam qilib ishlangan. Buni ham komplektida xuddi shunday 3 ta setka bo'ladi. Mana birkalari. Soatiga 1,5 tonna, 1 tonnacha bemalol chiqarib beradi. Don, xashak, makka, somon, beda hammasini universalli narsa bo'ladi chiqarishga. Istasanglar mana bu siklondan chiqarib tashlasanglar bo'ladi. Istasanglar mana buni qo'yib turib, mana bu yerdan siklonni yechiladi, mana bu qo'yiladi. Shunchaki turbasidan chiqarib tashlasa bo'ladi. Bu ham komplektida bo'ladi. Xo'p. Dravilkamizda bunda ham 3 ta setka bo'ladi. Somon bedalarga, quruq xashaklarga, bu ham don makkalarga. Hozir yana ichiga bitta setkasini ko'rsatib o'tamiz. Ichidagi setkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Akalar, mana ishlar ko'rinishi, bu tomonlari mana bunday pichoqlar qilingan bo'ladi. Bu chugundan ishlangan bo'ladi akalar. Qalinligini ko'ryapsizmi? Chugundan ishlangan. Pichoqlari ham xuddi shunday. 220 ga o'xshagan 5 qatorli pichoqlar qilingan, har bittasiga 2 tadan qo'yilgan. O'rtasida buni qalinligini ko'ring, pichog'ini.
bitta setkasi o'zini ichida mana qo'yilgan, tayyor. Jami bo'lib 3 ta setka bo'ladi akalar. Bemalol 1,5 tonnagacha yemlaringizni, don, makkalarni chiqarib beradi. Keyin bunga avvalgilardan ko'ra ancha aqlliroq ishlangan dajmavlarni rementdan tortish uchun magnetlarga tortadiganlar ham qo'yilgan. Metallari qalin, qayrilib bukilib ketadigan emas. Zo'r metalldan qilingan. O'zini ham kilolari ancha og'ir kilosi. Drabilkamiz 135 kilo drabilkani mana shu temir bo'ladi o'zi. Mana shunda turgan. Motor o'zi alohida keyin. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa, $1400 bilan akalar do'konimizdan kelib xarid qilib ketishinglar mumkin. 12 ta viloyatda dastlabkalari ham bor akalar. Xohlasanglar, kelsanglar do'konga aka, yana kelishtirib beramiz narxini. Hozir buncha o'tib beradigan joyi bor. Bundan ham akalar, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar, yana gaplashib ko'rsatib beramiz. Akalar, drabilkamizni faqatgina naqdda faqat sotib olishlaring mumkin. Akalar, kredit, nasiya bo'lib to'lash unaqa narsalar bizda yo'q. Afsuski, faqatgina naqd to'lov bo'yicha olishlaring mumkin. Manzilimiz Toshkent, Izza bozori. Buni narxi $1400, buniki 5 million so'm chiqqan hozircha. Yana gaplashib ko'rilib olinadi. Videomiz 2025-yil 3-noyabr kuni mana bugun sanasi bilan olinyapti. Nasib bo'lsa, yangi yilgacha shu narxda bo'ladi akalar. Bu drabilkada bemalol pul qilsa ham bo'ladigan. Mana buni so'raganlar, uyda so'raganlar uchun qilib keldik 220 varianti. Buni esa pul qilaman deganlar yoki chorvasi ko'proq bo'lganlar, fermalar mashaqalar olsa bo'laveradi akalar. Soatiga 1,5 tonnagacha chiqarib beradi. Akalar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Videomizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar aka, mehnatimizni qadrlagan holatda. Kommentariyaga bravo deb yozganlarga akalar yana skidkalarimiz bo'ladi akalar.